Assalomu alaykum. Oliy media kanali mehmonlari, mana bugun biz Xudo xolasa 6 noyabr 2025-yil shu Karchga piyoz savzi optim joyga yo'lga tushyapmiz. Xudo xolasa kanalga mehmonlar obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Yana sizlarga qanaqa narsalar kerak kommentariyada hammasini yozishni unutmanglar Xudo xolasa. Biz ham sizlar deb Xudo xolasa yo'lga chiqyapmiz. O'rtadagi masofa 30 kilometr. Vaqt bo'lsa 46-50 daqiqa, salkam 10 daqiqa kam 1 soatni vaqt talab qilar ekan. Xudo xolasa biz ashunga qaramasdan Oltinko'ldan Naynavoga yo'lga tushdik Xudo xolasa. Mana Xudo xolasa biz o'qigan kollej, hozir maktab bo'lgan, 6-maktab. Hozir bizni qishloq mashi, bizni mahalla. Masjiddan Xudo xolasa Naynavoga yo'lga tushyapmiz. Xudo xolasa kim qaydan bizni tomosha qilyapti, kim qaydan ko'ryapti, hammasini kommentariyaga yozishni unutmanglar. Bizlar sizlar uchun Xudo xolasa Naynavoga yo'lga tushyapmiz. Sizlar ham bizlar uchun ozgina hissanglarni qo'shib, like va kommentariyaga aktiv bo'lib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar. Qani bo'lmasam biz Allohdan bismillahirrohmanirrohim deb Allohdan panoh so'rab yo'lga tushamiz. Xudo xolasa yo'lni hammasini olsak, videoyimiz o'ta cho'zilib ketadi. Shu uchun har joydan ozginadan yarim minut, 10 sekund, 20 sekunddan video olib, Xudo xolasa Sharxonni Naynavo degan qishlog'iga yetamiz. Bilasizlar, Rossiyadan promoy keladi Naynavoga. Eng arzon Karchga piyoz savzi Andijon viloyati bo'yicha shu Naynavoda bo'ladi. Sharxon tumani Naynavo qishlog'ida. Mana kanalimiz mehmonlari, Xudo xolasa biz o'qigan maktab, 6-maktabdan o'tyapmiz. Xudo xolasa mana kanalimiz mehmonlari, Xudo xolasa biz endi qishloqdan chiqib ketyapmiz. Mana qishlog'imiz chekka qishloq bo'lsa ham asfaltlarimiz yangi, Xudo xolasa tekis, yo'llarimiz ravon inshaalloh. Mana kanalimiz mehmonlari, Xudo xolasa biz qishloqdan, o'zimiz yashaydigan qishloqdan chiqib ketyapmiz. Mana shu mashhur Farg'ona kanal. Andijondan Farg'onaga boradigan Farg'ona kanal. Shu tarixga suyansak, Xudo xolasa shu Farg'ona kanalimiz shu ota bobolarimiz qo'l bilan qazilgan degan shu dalil maqsad yozmalar, qo'l yozmalari, shu maqsad nima deydi? Shunga o'xshash so'zlar keladi. Endi qanchalik yolg'on, qanchalik rostligini uni Alloh alam biladi. Mana kanalimiz mehmonlari, Xudo xolasa bu bizni qishloqdan keyingi birinchi qishloq, Qayrima qishlog'i bo'ladi. Mana kanalimiz mehmonlari, agar kimda-kim bizni qishloqdan Oltinko'l bilan Asakani orasidan o'tgan bo'lsa, mana shu ko'chani yaxshi biladi. En iflos ko'cha, en nima deydi, iflos deganda g'alati tushuniladi-yu. Eng dabdala yo'l shu edi. Qayirmadan Oqsuvga chiqadigan joy. Shuni to'g'ri borsanglar Asakaga, ya'ni mashina bozorga, O'zbekiston mol bozoriga chiqsanglar bo'ladigan yo'l. Mana shu yo'limiz Xudo xolasa yaqinda 1-2 oy bo'ldi, yangi asfalt bo'ldi. Bu ko'chamiz ham Xudo xolasa ravon bo'ldi. Mana o'zingizlar guvoh bo'linglar. Asfaltlarimiz yangi Xudo xolasa. Bu yerda hozir mana biz 50-60 ketayotgan bo'lsak, 20 ketishni iloji yo'q edi. Faqat birinchi skori, ikkinchi skorida ketardik. Bu ham bo'lsa mashinamizga ayasak, umuman bu ko'chada yurmasdik. En do'qiri ko'p,
En orqada qolayotgan ko'chamiz xudo xolasa Allohning amri bilan yangi asfalt bo'lib, yana bizning ko'chalarga qo'shilib, shu Andijonning en chiroyli yana bir yangi asfaltiga, yana yangi ko'chasiga aylandi. Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa biz Qayrimadan o'tib, Oqsuvdan o'tib, xudo xolasa ya'ni Andijon Toshkent asosiy yo'lga, trassaga chiqdik. Xudo xolasa bu yog'i yarim soatlik yo'l qolyapti. 20 kilometrdan sal oshiqroq. Bizni qaysi davlatdan, qaysi yurtdan, qaysi mahalla, qaysi qishloqdan kuzatyapsiz? Hammasini kommentariyada yozinglar. Kanalimiz mehmonlari, bu kanal uchun, kanal rivoji uchun kerakli zarurat narsa. Kanalimiz mehmonlari, agar hamma joyda tiniq ovozimiz chiqmayapti, bilasizlar, baribir bizning O'zbekistonning yo'llari ming ta'minlansa ham baribir o'nqir-cho'nqir joylari bo'ladi. Shuning uchun xato kamchilikni shu yodinglarga olmasdan, xudo xolasa qo'llab-quvvatlash orqali bizni padeshga qilasizlar degan umiddamiz. Yo'llarimiz boshqa davlatlardek ravon bo'lmasa ham Xudoga shukr qilishimiz kerak. Yo'llarimiz tekis bo'lmasa ham uylarimiz tinch. Davlatimiz tinch. Shuning uchun Xudoga shukr qilishimiz kerak. Ana Xudo xolasa kanalimiz mehmonlari, biz Qipchaqdan o'tdik. Endi Sho'rqishloqqa yetamiz. Sho'rtojikdan o'tgandan keyin shu buyog'i Segazaqum, u yog'i boshlanadi. Sharxonga kiramiz Xudo xolasa. Yaqin qoldik. Hozir biz masjiddan Xudo xolasa gazimiz Qizilda yuribdi. Shuning uchun manzilimizga sog' salomat yetish uchun shu maytdan metan gazga kirib, mana ko'ryapsizlar, metan gaz quyishimiz kerak. Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa biz sog' salomat metan gaz quyib chiqdik mashinamizga. Mana yana xudo xolasa yo'lni davom etyapmiz. Ana yo'llarimiz ikki tomonda ashqor sotiladi. Sho'rtojikda. Mana ko'ryapsizlar. Hozir Sho'rtojik degan joydamiz. Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa biz Sharxon tumaniga yetib keldik. Xudo xolasa Sharxonni shu tumaniga kirib keldik. Sharxonning birinchi qishlog'i. Mana xudo xolasa kanalimiz mehmonlari, biz Karnachidan o'tyapmiz. Xudo xolasa Sharxondagi Karnachi. Mana Farg'ona kanalidan o'tsak, xudo xolasa biz mana o'ng qo'lda, asosan o'ng qo'l, chap qo'lda ham bor. 78% o'ng qo'lda keladi. Oshxonalar. Bu yerda men bilgan oshxonalar nomlarini bilaman. Hammasini ham bilolmayman to'g'risi. Shu asosan bu o'ng qo'lda Sharshara degan oshxona keladi. Bek keladi. Birma-bir xudo xolasa ko'ramiz. Mana xudo xolasa o'ng qo'ldagi oshxonalarimiz. Mana chap qo'ldagi mehmon oshxonalarimiz mana. Bu shu Andijon Toshkent asosiy 373-dagi trassa. Sharxon krugiga yetmasdan.
Ana xudo xolasa Sharxon kurugiga ham ozgina qoldik. Adashmasam 1,5-2 kilometr joy qoldi. Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa biz Sharxonni kurugiga yetib keldik. Kurgavoyga, ya'ni to'g'riga ketsa Bo'zga, chapga burilsa Sharxonga, o'ngga burilsa Qo'shtepaga chiqadigan yo'l. Mana o'ng qo'ldagi ko'chamiz, xudo xolasa vahim shunday bo'lib oxiri Qo'shtepaga yetiladi. Biz chapga burilamiz xudo xolasa. Ya'ni Sharxon bozori markazi tomon yo'l olamiz. Mana kanalimiz mehmonlar, xudo xolasa biz Sharxon bozoriga yaqin qoldik. 1 kilometrdan ozroq joy qoldi. Bilasizlar, biz bozorga kirmasdan o'ngga burilib, svetofordan chapga burilib, shu Xoldanbek tomon, Xoldanbek ashi Jo'ja katta mol bozoridan o'tganda Naynavo qishlog'i keladi. Shu yerga boryapmiz. Shu karchka piyoz savzilarini narxini bilish uchun. Eng arzon savzi karchka piyoz Andijon viloyat bo'yicha, yana bir bor aytaman, faqat Naynavoda bo'ladi. O'zim ham 2 yil oldin shu kartoshka piyoz sotganimda faqat Naynavodan olib sotganman. Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa biz o'ngga burilyapmiz. Ichga probka, svetofor. Mana to'g'rindizdagi vokzal bo'ladi. Mana xudo xolasa biz $300 metrdan keyin chapga burilamiz. Xudo xolasa bilasizlar. Bilmaydiganlarga ham dars bo'lsin deb men aytayapman. Hamma bilolmaydi Naynavoni. Ko'ringlar kanalimiz mehmonlari, mana bugun biz xudo xolasa mana ko'ryapsizlar. Xoldanbekka hali Jo'jan mol bozoriga yetib keldik. Xoldanbek Jo'ja mol bozoridan o'tib ketyapmiz xudo xolasa. Adashmasam 3-4 kilometr qoldi, yaqin qoldik Naynavoga. O'ptim karchka piyoz savzi sotiladigan joyga. Mana xudo xolasa Xoldanbekka o'tishimiz bilan boshlanyapti. Naynavoga hali kirmasdan. Mana piyozlar. Mana xudo xolasa biz kanalimiz mehmonlari aytgan manzilimizga sog' salomat yetib keldik. Ya'ni Sharxonni Naynavo degan qishlog'iga. Mana sizlar bilan xudo xolasa qishga saqlaydigan karchka piyoz savzilarini yangi navlaridan hammasidan ko'rsatib boramiz. Manzilni tushuntirsak, Andijon viloyati Sharxon tumani Xoldanbek Jo'ja mol bozoridan o'tganda Naynavo degan qishloq. Bu yoq to'g'ri chiqqanda Quva, ya'ni Farg'ona Quvasiga chiqadigan, bu yoq chapga burilib orqaga qaytganda shu Sharxon markaziy bozorga chiqadigan yo'l. Rossiyadan promoy keladigan va eng arzon, eng qulay narxlarda xudo xolasa kimga yoqsa shu yerga kelib manzillarni hammasini aytib boramiz. Kelib xarid qilib qishga, ya'ni ro'zg'orga olib ketasizlar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Xudo xolasa qani biz bo'lmasam hammasini birma-bir narxlarni ko'rib sifatini sizlar bilan ko'rib boramiz.
Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa savzilarimiz yangi. Bu qizil savzi. Bu sariq o'zimiz oshbob savzilar. To'ygan mana shu sariqdan asosan 70% sariqdan ketadi. Bular narxi qopga olsanglar 2300 ekan. Kiloga olsanglar 2500. Savzilarimiz narxlari. Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa Rossiyadan kelgan kartoshkalarimiz, ashi shirin qora kartoshkalar. Mana ro'zg'orbop to'ygan bo'ladigan, kattaligi ham yaxshi. Mana eng maydasi mashi ekan. Tuxumdan ham katta eng maydasi. Mana bularning narxi qopga 4800 ekan. Kiloga 5000. Mana Rossiyadan kelgan qora kartoshkalarimiz. Dolasi mashitdan abori bozorlarga sotsanglar ham 5500-6000 sotasizlar mashlarni. Ro'zg'orga ham aborib, podvalgami shu salqin joyga saqlab to bahorgacha xudo xolasa turadigan kartoshka. Bundan aborib o'zim ham bir 2 yil oldin foydalanganman, bahorgacha turgan kartoshkalar. Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa piyozlarga yetib keldik. Mana piyozlarni ko'ryapsizlar. Ro'zg'orbop to'ygan bo'ladigan, kattaligi mana katta, maydasi o'rtacha sredniy deydigan. Asosan yaxshi ko'rinishi ham yaxshi. Kartoshka piyozda mana ko'ringlar, o'zingizlar guvoh bo'linglar. Piyozlarimiz buni narxi optimga oladigan bo'lsanglar tonnaga 1300 ekan. Bozorlarda bilasizlar 2000-2500 sotilyapti, do'konlarda 2500-3000. Bu yerda joyda optimga 1300. Piyozlarimiz xudo xolasa bular qopida 25 bilan 30 orasi bo'ladi. 20 en pasi 22 dan 25-30 kilogacha. Mana kanalimiz mehmonlari, xudo xolasa mana qopchalarimiz 10 kilodan hammasi terib qo'yilgan. Bular narxi 1400 so'mdan ekan. Mana skalatimiz ichi. Xudo xolasa bahorgacha turadigan piyozlar bular. Salqinda xudo xolasa podvaldami shu yaxshi joyda saqlasanglar, xudo xolasa bahorgacha iste'mol qilsa bo'ladi. Kanalimiz mehmonlari kimga shu kartoshka, piyoz, savzi arzon joydan kerak bo'lsa, manzilni aytdik, xudo xolasa shu telefon nomerlarini ham aytamiz, xudo xolasa telefon qilib, agar mabodo manzilni adashadigan bo'lsanglar, telefon qilib egalari bilan bog'lanib kelaverasizlar, xudo xolasa. Aka nomeringizni ayting. 95lik 222 45 Ismingiz nima? Abduvohid akamizga xudo xolasa telefon qilib, shu kartoshka, piyoz optim olaman degan insonlar xudo xolasa mana ko'ryapsizlar. Kartoshkamiz 4800, piyozimiz 1300, savzimiz 2300 optimga olib xudo xolasa qishga saqlasanglar bo'ladi. Manzil Andijon viloyati Sharxon tumani Naynavo qishlog'i. Naynavoni ham mana xudo xolasa mana bu yoq
Quva tomon ketadigan yo'l, Naynavonni oxiri masjid. Bu yoq Naynavonni ichkarisi, shu Sharxonga ketadigan yo'l. Kanalga mehmonlar, obuna bilan like bosishni unutmanglar. Xudo xolasa, biz xudo xolasa keyingi videolarimiz Paxtavodga borib, arzon paxtavod guruchlarini chiqaramiz. Undan keyin xudo xolasa Farg'onani Chimyon degan rayoniga borib, o'riqoqlarni chiqaramiz. Undan keyin shu sizlarni kommentariyada qaysi odam aktiv davom etsa, shu nimani narxini chiqarsa desa, maqsad shu qo'limizdan kelguncha shu vodiy, faqat vodiyda biz narsa chiqaramiz. Toshkent u yoqdan sizlardan iltimos qilamiz, bizga buyurtma bermanglar. Faqat vodiydan Andijon, Farg'ona, Namangandan qo'limizdan keladi.